Assalomu alaykum hammaga. Bugun birgalikda shunaqa oddiy rezinka sochga taqqichni chiroyli qilib to'qishni o'rganamiz. Bunda bizga shunaqa oddiy rezinka, sochga taqadigan rezinka, bitta marker, qaychi, uchlik kurchok va xohlagan rangdagi ipingizdan foydalanasiz. Ishimizni boshladik. Ishni ipdan bitta petli olishdan boshlaymiz. Zanjir olishdan boshlaymiz. Shunaqa qilib kurchokka bitta zanjir olamiz. Oldik. Endi rezinkaga to'qishni boshlaymiz. Bismillah. Olganimizni rezinkani tagidan kirgizamiz va ipni olib chiqamiz. Ipni shunaqa olib chiqamiz va nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Xuddi shunaqa qilib to'qiymiz. Yana olib chiqamiz, o'tkazamiz. Birinchi petlyamizni marker bilan belgilab qo'yamiz. Aylantirib shunaqa qilib to'qib chiqamiz. Xuddi shunaqa qilib tortibroq qilib olib chiqamiz. Keyingisi ham yana olib o'tkazamiz. Yana olib o'tkazamiz. Shunaqa qilib aylantirib oxirigacha to'qib olamiz. Xohlagan rangli iplardan foydalanishingiz mumkin. Mana aylantirib to'qib oldim. Aylantirib 70 ta to'qidim. 70 ta petli to'qidim. Mana cho'zilganda ham oralari unchalik bilinmaydi. Oxirini to'qidim 70-ni. Endi birinchi petliga kirib birlashtirib olamiz. Olib chiqib, bunisidan ham olib chiqib olaman. Tepaga 2 ta zanjir olaman. 1 2. Mana bu ipni oraga olib to'qib ketaman. Endi har bir petlani ichiga 2 ta nakitli ustuncha to'qiyman. Ipni kurchokka aylantirib olaman. O'tkazaman. Birinchi 2 ta ipdan olib o'taman. Keyingi 2 ta ipdan. Yana ipni aylantirib, yana shu joyga yana bir marta kiraman. 2 ta. Bu nakitli ustuncha deyiladi. Shunaqa nakitli ustunchani aylantirib to'qib chiqaman. Har biriga 2 martadan to'qiyman. Shunda 70 ta petliyamiz 140 taga aylanadi. Keyingisiga bitta, ikkita,
mana bu ipni oraga olib to'qib ketyapman. Keyingisiga yana ikkita. Shunaqa qilib har bir petlaga ikkita nakitli ustuncha to'qib kelamiz oxirigacha. Oxirgi nakitli ustunchani to'qib olamiz va endi birlashtiramiz. Birinchi to'qigan eng tepasiga kirib birlashtirib olamiz. Tepaga ikkita zanjir olamiz va endi keyingi qatorda, demak, birinchisi 70 ta petля oldik. 70 ta petlyani mana bu ikkinchi qatorda 2 martadan nakitli ustuncha bilan 140 ta petlaga aylantirdik. Endi 140 ta petlaga aylantirdik. Endi 3-qatorda esa mana shu 140 ta petlyani o'ziga bittadan nakitli ustuncha to'qib chiqamiz. Ipni kurchokka aylantiramiz. Birinchi petlaga kiramiz. Nakitli ustuncha to'qiymiz. Keyingisiga kiramiz. Nakitli ustuncha to'qiymiz 2 ta. Keyingisiga kiramiz 3 ta. Keyingisiga kiramiz 4 ta. 5-inchisi 6-inchisi. Shunaqa qilib 140 ta petlyani nakitli ustuncha bilan to'qib olamiz.
Mana oxirini ham to'qib oldim. Endi mana shu joyga birlashtirib olaman. Birlashtiraman va bitta zanjir olib, ipni ozroq qoldirib uzaman. Mana shu bu ipni oraga olib berkitib boramiz. Endi bu yog'ini tashlaymiz. Bu qolgan ipni tashlaymiz. Kesamiz. Endi yana bir qator to'qiymiz. Men endi qatoriga oq qo'shaman. Faqat oqdan oddiy oq ipim bo'lmaganligi uchun shunaqa plush ipdan to'qiyman. Keyingi qatorni qanaqa to'qiymiz? Plush ipdan bitta zanjir olib olamiz. Demak, bitta zanjir. Bitta zanjir oldim. Olib olgan zanjirimizni demak shunday kurchokda qo'yib olamiz. Kurchokni zakolkamiz birinchi petlasiga kirgizamiz va tortib olib chiqamiz. Mana bu kichkina ipni oraga olib to'qib ketamiz. Keyingisiga kiramiz, plush ip olib chiqamiz. Naketsiz xuddi shunaqa qilib aylantirib, naketsiz ustuncha to'qib olamiz. Har biriga bittadan kirib, naketsiz ustuncha to'qiymiz. Aylantirib boshigacha olib kelamiz. Oxirini ham to'qidim. Endi kirib ikkalasini birlashtirib olamiz. Birlashtiramiz va bitta zanjir bilan uzib olamiz. Buni tortamiz. Bu ipni orqaga berkitib yuboramiz. Orqaga berkitamiz. Ozgincha ipni tashlaymiz. Mana zakolkamiz tayyor. Bu video sizlar uchun foydali bo'ldi degan umiddaman.
Video yoqsa bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'ying. Obuna bo'lishni unutmang va keyingi videolarda nimani to'qishni o'rgatishimni kommentariyada yozib keting. Ko'rganingiz uchun rahmat.